Ho'p, demak, shunday sahifamiz yaratilibdi. Yaxshi, ana endi tahrirlashga o'tamiz, qaytamiz. Bu yerda e'tibor bersalar, ana bu yerda ko'zcha belgisini, ikonkachasini yopib qo'ygandim. Agar ochib qo'ysak, ana o'sha yozuvimiz paydo bo'lishi kerak. Yo'q, ko'rmayapti. Yaxshi. Bizga yozuv kerak emas edi. Bu yoqda saqlanishni bosmaganmiz. Saqlanishni bosamiz. Ana endi bizga qo'shimcha ana bu yerdan yozuv kontaktlar sahifaning nomi chiqib turadi. Agar kerak bo'lmasa, hozirgi vaziyatimizda bu menga kerak emas. O'sha uchun ko'zchani bosib qo'yaman va saqlanishni bosaman. Ana endi, masalan, mana bu yozuvimiz o'chadi. Demak, kontaktlar bo'limi paydo bo'ldi. Ana endi pastdan bitta rasm, masalan, qo'yib va o'shani olti sarlavha va matn qo'shib ko'raylik. Bu uchun bu yerga, ana bu yerda keyingi pastidan bosishimiz kerak bo'ladi. Bosib, mana bu yerda plus tugmachasini bosamiz va pastroqqa tushib media va tekst yoki media и tekstni tanlashimiz kerak bo'ladi. Media и tekstni tanlashimiz bilan mana bu yerda rasm va matn uchun ana bu joy уже paydo bo'ladi. Qanday joylashtirish va ho'kazlarni bizdan so'rashni boshlaydi. Kelinglar, birinchi boshiga bironta rasm qo'shib ko'ramiz. Bizga bu yerdan hech shart emas. Bu cancelni bosamiz. Bibliotekasidan olib ko'raylik. Masalan, bu rasmni qo'shib ko'raylik. Rasmni qo'shdim. Ana endi matn. Hop. Ana bu yerda plus bilan. Yo'q, bu yoqqa nima uchinchisi paydo bo'ldi. Orqaga qaytamiz. Biblioteka. Xo'sh. Bu yerga rasmimizni katta kichik qilishimiz mumkin. Qotib ishlayapti nimagadir. Media va tekst va abzatsga bosaman ana bu yerda. Bosilmasa, demak, ana bu yerdan qidirib topishlaringiz ham mumkin ekan. Abzats. Zaголовок deylik. Sarlavha deb nomladik. Ana endi H2, H3 ana bu yerda nimalarni tanlashlaringiz mumkin. Kelinglar, H2 turaversin. Kelinglar, ana bu yerda bizning kontaktlarimiz deb sarlavha qo'yamiz va bu yerga qo'shishimiz mumkin. Dublировать deylik, ana qo'shib qo'ydik yangi. Xo'sh, abzatsga o'tamiz. Abzats, bu yerga matn qo'shish kerak bo'ladi. Matnning endi farqi yo'q, biron bir matn bo'lsa bo'ldi. Kelinglar, biron joydan. Masalan, qanaqadir tekst olaman. Matnni qo'shib qo'ydim. Va kerak emas matnni chiqdim. Mana уже bizga keyingi bo'lim ham yaratildi desak bo'ladi. Sarlavhamiz bor, matnlarimiz bor, rasmimiz ham bor. Endi agar qaysidir birini o'zgartirmoqchi bo'lsak, masalan, sarlavhani kattaroq qilmoqchi bo'lsak, ana bu yerdan o'zgartiramiz. Masalan, kontaktlarimiz kattaroq bo'ldi. Agar masalan, bu masofani tepaga ko'p yaqin desak, masalan, ko'proq joy tashlamoqchi bo'lsak, bu uchun ham masalan blokimizga bosib, umumiy media va tekst blokka bosiladi va ana bu yerda xo'p, shirina hozircha buni media faylni o'zgartirishimiz mumkin. Sil. Va mana bu yerdan
tashqi o'ttiz deganimiz bor. O'shandan ko'proq ana buni ayirib tashlashimiz mumkin. Ko'proq tepadan cho'y tashlaydi. Va yana bu yerda yana qiziq joylari ichki o'ttiz qurbimiz ham bor. Qo'shishimiz mumkin. Ikki chetdan o'ttiz qo'yishimiz mumkin. Bu hozir ishlamayapti. Ishlaydi ana bunday qilib o'zgartirishimiz mumkin. Ramka qo'shishimiz mumkin. Radius bilan endi ko'rib chiqqandik, o'sha standart, demak, o'zgarishlar bo'lar ekan. Yana qanaqadir qo'shimcha ma'lumotlar bor, keraklisini, masalan, внешний вид va boshqalar qilishimiz mumkin. Qarorroq qilishimiz mumkin bo'lsa va boshqalar kirar ekan. Keling, ana bunday qilib joylashtirdik va saqlanib bo'saman. Ana endi rezultat nima ko'rinishga kelganini ko'raylik. Bizda kontaktlar turibdi. Ana bu yerda bizning kontaktlarimiz degan bo'lim ochildi. Rasm bor, sarlavha va matn ham bor ekan. Yaxshi joylashdi. Hop, ana bu endi pastidan galereya qo'yib ko'raylik. Masalan, 4 ta rasm, har xil rasm tursin. Qanday qilib tayyorlasak bo'ladi uni. Yana qaytamiz ana bu yerda. Keyin pastroqga tushib, yana pluschaga bosishimiz kerak bo'ladi va plusni bosaman, kelinglar. Bu yerda galereya degan bo'lim bor. Galereyaga bosaman. Va ana bu yerda bibliotekadan tanlashni bosaman. Hop, mana bu yerdan kelinglar. Tanlab chiqamiz. 3 va 3 uchtasi bo'ladi deylik. Создать новую галерею bosamiz. Keyin ana bunday ko'rinishga keladi. Podpis degani bor. Biron nima yozib qo'yishimiz mumkin. Ana bu yerda masalan Falling deb yozilgan ekan. Bu yerda China masalan. Xitoy va boshqa biron bir oddiy agar rasmni ustidan qanaqadir matn kirgizmoqchi bo'lsalaringiz, ana shu yerga yozib qo'ysalaringiz bo'ladi. Kelinglar, bittasini o'chirib qo'yaman. Ikkitasida bo'lsin, bittasida yo'q. Вставить galereyani bosamiz va bizga уже qo'shib qo'yildi galereya. Bu yerdan o'zgartirishimiz mumkin. Ana endi bu o'sha galereyamizni. Kelinglar, teparoqdan joy tashlaymiz ozgina. Bu yerda 2xl tashlagandik. Negadir ishlamayapti. Bu uchun galereyaga bosishimiz kerak ekan. Galereyaga bosib, bu bizga kerak emas. Negadir galereyadan joy tashlamayapti. Tepa pastdan. Endi agar joy tashlamasa, bemalol oddiyroq yo'li ham bor. Buni ana bu yerda plusni bosamiz va ana bu yerda space degan yozuv space deb yozishimiz kerak bo'ladi yoki interval ham deyiladi. Interval demak olamiz. Bu demak bo'shliq. O'zimiz qo'shib qo'yishimiz mumkin. Bitta tepaga ko'taramiz. Endi xohlagancha kattalikda masalan joy tashlashimiz mumkin. Kelinglar, ana bunday joy ozgina tashlaylik galereya bilan. Demak, tepadagi blokimiz yopishib qolmasligi uchun. Xo'p. Demak, o'rtasidagi masofalar, ramka, radius agar kerak bo'lsa, kelinglar ozgina radius qo'yamiz. Radius bizga umumiy bo'ldi, adashmasam. Radiusga 8 beraylik. Demak, уже nimalarimiz chiroyliroq ko'rinishga kelyapti. Zamonaviy. 8 va oxirgi elementimizga ham radiusini 8 beramiz. Bu endi burchaklari. Bu o'tkir burchak bo'lib turibdi. Ana bulari ozgina siliqroq bo'lgan o'shani masalan shu bilan berar ekanman masalan. Mana bo'ldi. Demak, mana shunday o'zgartirsa bo'ladi. Ana bu yerda yozuvlar chiqib turibdi. Ana e'tibor bersalaringiz, yozuvlari bor. Удалить podpis. Agar kerak bo'lmasa endi
Hop, kelinglar, ikkovidan ham olib tashlaymiz. Udal bo'lsaman. Yozuv shart emas hozir bizga. Va ana shunday qilib, masalan, tayyorlashimiz mumkin ekan. Ya'ni endi galereyani yana qanday o'zgarishlar, parametrlari bor deganda, masalan, ana bu yerda nechtadan har bir qatorda bo'lishini biz kiritib chiqishimiz mumkin ekan. Masalan, ikkitadan, bittadan qilib qo'yishimiz mumkin. 3 ta element bo'lsa maksimum 3 deb ko'rsatadi. Mana bir qatorda mana 3 ta elementni joylashtirib berdi. Razрешение bu endi sifati o'rtacha yoki katta ekranlarda deyishimiz mumkin. Kelingda polniga qo'yaman. Сохранitni bosamiz. Shunday, demak, men bitta yangilab olaman. Sahifa paydo bo'lyapti bizda. Mana shunday qilib, mana masalan, sahifani yaratishimiz mumkin ekan. Mhm. Va bu yana sizlarga yana nimadan qo'shsak bo'ladi. Xo'sh, audio fayl, endi video va boshqalar, endi bular oson. Gruppa, setka, ularni hali ko'rib o'tamiz. Mhm. Navigatsiya, joylashuv va boshqa. Demak, bular oddiy. Va patternlardan ham biror nima qo'shib qo'yishimiz mumkin. Galereyaga kelinglar, biror nima tayyordan ko'rib chiqamiz. Zapiska o'taylik, kelinglar. Zapiska biror nima bor. Yangilik. Xo'sh, biz haqimizda. Ana shuni kelinglar, ana bu yoqqa qo'yamiz. Olib, bu yoqqa yuklab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va endi buni o'chiramiz. Ozgina joy tashlash uchun bu yerga, mana bu yerga yopishib qolmasligi uchun blokimizga bosishimiz kerak bo'ladi va o'ng tomonni ochib, bu yerdan menyuga o'tamiz. Menyudan odstupni maksimalga qo'yib chiqamiz. Ozgina joy tashlash uchun kerak bo'lar ekan. Xo'p, ana shunday qilib, ana endi saqlanibni bosaman. Hop. Keyingi sahifa ham paydo bo'ldi. Kontaktlar, kontaktlar va boshqa nimalar chiqib turibdi. Xo'p. Endi oxiriga bizga kerak bo'ladi. Kelinglar, ana bu nimani o'chirib tashlaymiz. Rasmni. Rasm hozircha bizga kerak emas. Va knopkani ham o'chiramiz, kelinglar. Rasmni o'zgartirib, rasm bilan knopkani o'chirdik. Endi bu yoqqa masalan yoqama sifat ham qo'shib qo'ying. Abzats. Xo'sh. Buni o'rniga masalan o'zimizni pochtamizni kiritishlari, pochtalar orasini kiritishlari kerak bo'ladi. Bilan bu ertaga nima qilib kiritsak bo'ladi? Pochta, manzil, telefon raqam. Telefon raqam, mana shu ma'lumotlarni kiritish kerak bo'ladi. Ozgina qo'tyapti menda.
Hop, masalan, pochta Mardonov kuchukcha mayu nuqta uz deylik masalan. Masalan, shunday qilib kirgizamiz. So'ng bunisini esa kelinglar Ничный вид. Жирный. Qarorroq qilib kiritib qo'yishlari kerak bo'ladi. Pochta, telefon raqam va boshqa. Endi hozir nimagadir internetdanmi yoki nimadan optimal ishlamayapti. Bu internet yo'q bizga. Keragi yo'q. Shablonni ishlatgani uchun deyaptimi nima? Mana shunday o'zlarizni pochta kontaktlaringizni kiritib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Mana shunday. Bu ham keyingi sahifa bo'ladi. Rasmlar o'zlaringizdan qo'shib qo'yiladi. Ana bu yoqqa masalan qanaqadir ma'lumot va ana bunga o'xshagan rasm va oldida qanaqadir kontaktlar deb qo'ysalaringiz ham bo'ladi yoki boshqa yozuv kirgizsalaringiz ham mayli, bemalol. Fantaziyaga qarab bemalol kiritishlaringiz mumkin. Ana shu demak vazifa bo'ladi. 4 ta blok bo'lishi kerak. Birinchisi o'sha rasm oldida yozuv bilan, ikkinchisi blokimiz rasm, sarlavha va matn bo'ladi. Uchinchisi galereya, 3 ta va undan ortiq rasmlar ketma-ketligi bo'ladi va ostida kontaktlar. Masalan, pochta, Telegram qo'yishlaringiz mumkin, telefon nomer va boshqalarni yuklab qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda bitta yangilayman. Pochta ana chiqib turibdi. Ketma-ket ana bu yerdan qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, savollar bormi? Nima bo'yicha? Uyga vazifa bo'yicha yoki umumiy? Bu nechinchi sinfda? Xo'p, eshitaman. Savol bormi? Bu nechinchi vazifasi? Talqashlik sinfda. Nechinchi vazifami? Ha. Bunisini adashmasam hozir aytaman. Bu bizga 15 ta mavzumiz bor. O'shandan dars o'tish, keling deb o'zib chiqamiz. Semestr, ATTM, matnlashtirish, amaliy. Demak, bugun 3 matnlashtirish chiqarish. 5-chi mavzuga yuklash kerak bo'lar ekan. Rahmat. 5-chisiga yuklash kerak bo'ladi. 5 voqeada qolibmanmi? Ozgina orqaga qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Lekin vazifalar uncha qiyin emas. Muddatini anaqa qilmangiz, faqat belgilaman. Uzr. Ustoz muddat qo'ymang, unaqa ba'zi paytda o'tirib bajarganim yo'q, boshidan vaqtim bo'lgani yo'qda, boshidan videoni ko'rib bir vaqtlarga bajarib qo'yaman-da. Aha, yaxshi, dekabrning oxirigacha vaqt berilgan. Bemalol Bo'ladi, dekabrning oxirigacha bizga. yuklasalar bo'ladi. Endi undan uzoqqa cho'zolmayman. Dekabrning oxirigacha yuklanglar endi. Yo, ustoz bizga bo'ladi, dekabrning oxiri. Xo'p, yaxshi. Yaxshi, unda dekabrning oxirigacha vaqt qo'yilgan. Bemalol yuklashlaringiz mumkin. Xo'p, yana savollar bormi? Bungi darsimiz bo'yicha, vazifa bo'yicha. Yo'q. Yo'q, ustoz. Rahmat. Bir urinib ko'ringlar, agar bironima o'xshamasa, o'zimga bemalol aytishlaringiz mumkin. Telefonlar, nimalar ishlab turibdi. Rahmat. Xo'p, unda buguncha yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Rahmat, ustoz. Sog' bo'linglar.